Do'stlar, bugun 16-mart Ruxshonani uyini boshlaganimizga roppa-rosa 60 kun bo'ldi va biz qurilishni tugatdik. Ura. Bugun ustalarga oylik polniy o'sha ular biz 150 million hisoblagandim, lekin bundan ko'p pul tarqataman. Sizlar bilasizlar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, boshida bir marta karta qo'ydik, 90 million pul bilan biz bu uyni boshladik. Lekin umumiy qanchaga qurib bitirganimiz, to'rxona uyi, parushka, fundament, g'isht, tom, patolog, to'rxona, santexnika, isitish sistemasi, hovli polniy yo'q ketgan hovlini tiklab, unga kamazda betonlarni olib kelib, hammom, tualet, ko'chalari, qo'shnilarni navozalari hammasini qilishimiz necha pulga tushganini ko'rasizlar. Aslida bilasizlar, qurilishni 70% o'zi ustalarning puli bo'ladi, umumiy. Shuni ko'paytirasizlar. Ketdik. Xullas kalom. Qaysi biri birinchi? Bu sanki anaqa kafil. Kafil bilan anaqa. Kafil xizmati, hammom tualet va anaqasi, kafil materialni o'zi sanki sizni 15 million. Bular hozir ishni boshlashdi, ertaga tugatishadi. Qarang. 1 milliondan 15 million. Rozimisiz? Mana roziman shekilli. Tak, bu malyar. O'zi 40 millionlik malyar ishlar qilishgan, skidkada ehson uchun 30 millionga qilib berishdi. Malyar ishlar meni o'zim o'rtoqlarim bo'ldi. O'rtoqlarim bittasi mana Shavkat. Mabodo kim meni yuragi bo'sh bo'lsa shunga bitta ko'k mashinani o'rniga labo olib beringlar, becharaga ehson yuradi. Rozimisan o'rtoq? O'rtoqlarim 10 million skidka qilib berishdi. Dalishi, sizlar hisoblaylik necha pul bo'lganini kommentda yozinglar. Tak, santexnik materiali va usta haqqi 10 million, 20 million, mana bu yerda 20 million. 40 million santexnik kim? Santexnik mana. Aka, bugun xazina olaylar. Rozimisiz? Mana mamlakat isitish sistema, qo'yilgan tranzistorlar, hamma patyolar hammasini shu bolalar qilishgan. Suvlarni mahallada suv yo'q joyga o'tkazib, ko'chalarga suv chiqarib berishgan santexniklar. Rahmat. Tak. 100 o'zi 39 chiqdi-da. 139 chiqdi. Umumiy ustalar boshidan shu kungacha qilgan ustalarning xizmat haqqini boshida 30% berganman. Bu yerda mana 20 million, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Kim edi? Umumiy sizlar o'zi aslida. Siz boshliq. Bu birodarimizni Bekzod aka bugun bilamandan 139 million pul olish kerak. Men 1 million addushi qo'shib berdim deysiz ekan mana. 140 million. Qasmaqa deb siz aytasiz. Endi umumiy bugun tarqatgan pullarimiz o'rtacha 100 qancha bo'ladi? 70 million. Kommentda yozinglar 140 bunaqa 225 million. Shunaqaroq pul bo'ldi. Undan tashqari umumiy qurilish materiallarimizga, hamma narsamizga, undan tashqari orada ustalarimiz bergan pullarimiz bilan yeb ichishlar, umumiy hamma xarajatlari bizga bu uy haligini hisobladik. Mebeldan tashqari ertaga mebellarni olib kelamiz. Mana shu to'rxona uy bugungi kunda ishlagan texnika, solyarkasi, uning xizmati, kelib ketgan mardikorlar 10 mashinaga yaqin bundan mahalladan muzor olib chiqishdi. Nerealniy muzor chiqdi. Hamma mayda-chuda hammasini hisoblaganimizda 475 million so'mga shu uy tushdi. Shuning uchun uyga o'tirib olib aqllilik qiladigan kommentatorlar, klaviaturli bandamlar, aqllilik yetsa, duxiylik yetsa, chotilarda bezinglar bo'lsa, 60 kun umringlarni shunaqa mamlakatimizda qiynalib qolgan oilalarni topinglar. Zo'rlar bor-da, kommentar, dahshatlar bor-da, buzib yuboradi, urib yuboradi, qaysini ham urib Alisher Usmonovlar ham aqlli, Elon Musklar ham aqlli-da, lekin hammasi tilda. Naslava Lev Tolstoy, Nadeli Xuy prostoy. Shuning uchun shunaqa ishlar qilinglar. Biz bu ishlarimizni, videolarimizni qilishimizdan maqsad inson orasida yo'qolib qolgan mehr-oqibatni uyg'otish. Shuning uchun boshida bir marta eslatib bo'lsa karta qo'ydik. O'shanda bir marta 76 million, 77 million pul tushdi, ikkinchi marta 20 qancha million tushdi. O'pshi 90 yo 95 million bilan boshlagan uyimiz 475 million bilan tugadi. Hali 50-60 millionlik mebel pul ajratib qo'ydik. Ertaga mebel, televizor, texnika, 4 ta farzandga, 4 ta kravat, er-xotin oilalariga, ya'ni spalni, dvuspalni kravat, 4 ta xonaga 4 ta televizor, xolodilnik, kir mashina, konditsioner hammasini ertaga olib kelamiz. Illinga bu uyga topshiramiz egalariga. Azrestet va uning jamoasi nomidan va bir akamiz bor, qo'ldan kelgancha homiylik qilgan, u akamizni ham nomidan, xullas hammamiz nomimizdan shu uyni topshiramiz. Shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar, rozimisizlar? Yaxshi yedim, ichildikmi? O'zi bular pul bermasam, bular meni bugun itarishmoqchi edi. Itolmaysan, kal. Shunaqa gaplar. Hammaga yaxshi kayfiyat, bizdan faqat yaxshilik qoladi. Xudo xolasa, bu uyimiz bitirib topshirishimiz illinga bo'ladi. Bugun
ustalar hammasi uyiga borib turib, uzoq vaqtlardan beri ko'rmagan xotinlariga bozorlarni qilib borishadi. Bu yerda ham savob, ham bular ham oylik ishsiz yursa bular narkoman bo'lib ketishi mumkin, to'g'rimi? Odam o'ldirishi mumkin, jinoyatchi bo'lib ketishi mumkin. Biz ularga ish beryapmiz. Hazil albatta, hammalarga rahmat.